9.000 pul o'tmaydi. Yo'q, shunday biladi, hamma biladi. Shunaqa joyi ham borda demoqchiman. Qarang, men o'ng qo'limga ham chap qo'limga ham odam qo'yish niyat misolda qo'shilsa, tulki pakub aytib. Tulki mana bu yerda sen. Endi mana bu klassikadan oladigan daromadni olasan. 7-dohodgacha. Kuniga mayli, kuniga 5.000 qilganda. Kuniga olmaysan, oylik olasan. Mana bu sen kelding, mana bu komandang o'sib ketdimi, ular pakubka qildi. Sen o'zingnikini, o'zingni pakubkangni kiyishpagi 10% qaytib keladi. Qancha olsang tovar, o'zing pakubka qiling. Magazindan ham olasan shu narsani, shampun. Men aytganim, meni o'zim kvartira tozalaydi. Kuniga menda ko'p qiladi-ku, misol pakubkani ko'p qiladi. Shunga tulki misol boshqa joydan ham oladi shu narsani. Shu misol shunga qo'shilib olsa, o'zinikini 10% qaytadi. Mana 4, 5, 6, 7-dohodimizni ham aytishim kerak edi. Endi mana bu komandasinikini qara. Bular ham pulga olyapti-yu. Bularnikini 5-liniyagacha 4% qaytib kelyapti. Keyin dash 5-liga. Dash mana bundan keyin 3%. Keyin уже komanda kengayib ketadi, bolalab ichiga eniga qilib 3% qaytadi. Keyin 1%, u 50-liniyada 0.5%. Bu nima uchun 0.5% deganingda уже eni bo'y kattarib ketgan bo'ladi, уже u ko'payib ketgan bo'ladi. Nimaga endi 4dan option 0.5 ga tushib qoldi. Ig'i ko'payib ketishdi undan. Потому что shuncha odamga 4% dan to'lab berish kompaniyaga ham невыгодно-da. U yerda уже 2000, 3000 odam bo'lib ketadi-ku. O'shaning uchun u yerda 4% to'lasa bo'lmaydi-da. 4-liniyagacha mana bitta, ikkita ko'rsatadi. Liniyagacha 4% to'laydi. 4% to'laydi mana 4gacha. 5dan 10-liniyagacha 3% to'laydi. 11dan 30gacha 1% to'laydi. 31dan 50gacha 0.5% to'laydi. Endi qara, mana shu joyda savol tug'iladi. 50gacha liniya ekan deydi. Yo'q. Agar sen qachonda mana bu o'zing agar bironta mana bu yerda sen bironta lichni qilib turib mana bu qo'yib qo'ysang, 29-liniyami, 50-liniyagami sen uchun 1-liniya boshlanib ketadi. Boshlanadi demoqchiman, 15dan keyin yana o'tib ketadi. 90 yilga berilibdi-ku bizda. Bu degani 50-liniya kelmaydi degan. Ketaveradi, postta. Endi o'sha sen yana mana bu 4% to'lashni boshlaydi. Farqi yo'q. Bor desa 10-liniyadan men hozir kunda mana bugungi kungacha 1 yil bo'ladi, mana yanvar oyi ham keldi o'sha. 17 ta hamkor chaqirdim. Ular kim? Tog'ang, ismobcham, qaynkam, o'g'sinim, o'zimni qizim, erim, mana shular mana. O'zim yaqinlar. Ishlarimiz bor edi Jamila degan. Mana shunaqa qizlarimiz chaqirib, ular ishlab ketdi. Ismobcham ishlaydi, толковный потребитель. Lekin ismobchamda bir qo'li, даже meni ishga yetib qolgan. Ikkinchi qo'lida odam yo'q. Ko'ryapsanmi? Толковый покупка qilib turib, o'sha mana klassikadan keladigan